Gaz xodimlari uyma-uy yurib xonadonlardagi gaz jihozlarini tekshirayotgani, noqonuniy ulanish, hisoblagichga aralashish yoki xavfsizlik qoidalarini buzish bo'yicha katta jarimalar qo'llanayotgani haqida eshitgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Ayniqsa 340 million so'mgacha yetishi mumkin bo'lgan zarar, jarima, kompensatsiya yoki da'vo masalasi oddiy odamning uyini, mol-mulkini, tinchini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Men bugun bu masalani mutaxassis sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Gaz xodimi kelganda nima qilish kerak, qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda qo'rqmaslik kerak va eng muhimi, uyni saqlab qolish uchun qanday hujjatlar va qadamlar zarur. Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga, ijarachiga, yangi uy olganlarga, eski hovlida yashayotganlarga, gaz hisoblagichi bor yoki yo'qligidan qat'iy nazar hamma uchun muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni odam faqat muammo chiqqandan keyin emas, oldindan bilishi kerak. Oldin ko'p joylarda gaz masalasi biroz beparvo yuritilgan. Kimdir eski quvurni o'zi ulagan, kimdir plitani ustaga emas, tanishiga ko'rsatgan, kimdir hisoblagich plombasi singanini keyin aytarman deb yurgan. Kimdir hovlisiga qo'shimcha xonalar qurib, gaz tarmog'ini ham shunchaki cho'zib olgan. Ba'zan odamlar buni yomon niyat bilan qilmagan. Uy ichidagi quvur o'zimniki. O'zim pul to'layapman-ku, gaz baribir hisoblagichdan o'tyapti-ku degan tushunchalar bo'lgan. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Energiya resurslari, jumladan tabiiy gaz bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Chunki bu yerda faqat pul masalasi emas, xavfsizlik masalasi ham bor. Noto'g'ri ulangan gaz quvuri portlashga olib kelishi mumkin. Hisoblagichga aralashish davlat va ta'minot korxonasi oldidagi qarzdorlikka sabab bo'ladi. Plombaning buzilishi, magnit qo'yish, aylanma quvur tortish, gaz jihozini ruxsatsiz almashtirish kabi holatlar juda jiddiy baholanadi. Bugun gaz xodimlari uyma-uy yurib tekshirayotgan bo'lsa, bu faqat jarima yozish uchun emas. Ular odatda bir nechta narsani ko'radi. Hisoblagich bor yo'qligi, plombalar butunligi, hisoblagich ko'rsatkichi, quvurda o'zboshimchalik bilan ulanish bormi? Gaz plitasi, qozon, isitish moslamasi xavfsiz ulanganmi? Tutun chiqarish yo'li to'g'rimi? Xonada shamollatish bormi? Ammo muammo shundaki, ayrim hollarda fuqarolar o'z huquqini bilmagani uchun noto'g'ri dalolatnomaga imzo qo'yib yuboradi yoki vaziyatni tushunmasdan katta qarz va jarima ostida qoladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, gaz xodimi kelganda eshikni ochish yoki ochmaslik masalasi oddiy ko'rinsa ham huquqiy jihatdan muhim. Agar ular xizmat guvohnomasini ko'rsatsa, tekshiruv maqsadini tushuntirsa, dalolatnoma tuzish tartibini aytsa, siz ularga to'g'ri munosabatda bo'lishingiz kerak. Lekin bu siz hamma narsaga indamay rozi bo'lishingiz kerak degani emas. Men doim aytaman, tekshiruvdan qochmang, lekin har bir harakatni hujjatlashtiring. Masalan, sizning uyingizda gaz hisoblagichi bor. Plomba joyida ko'rsatkich muntazam yozilgan, to'lovlar bank ilovasi orqali qilingan. Gaz xodimi kelib hisoblagichni ko'rdi, rasmga oldi, dalolatnoma tuzdi. Bunday holatda siz xavotir olmaysiz. Sizda to'lov kvitansiyalari, shartnoma, hisoblagich pasporti yoki o'rnatilgani tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, muammo chiqmaydi. Agar dalolatnomada qoidabuzarlik aniqlanmadi deb yozilsa, o'qib chiqing va shundan keyin imzo qo'ying. Endi boshqa misol. Hovlida yashovchi fuqaro eski gaz plitasini yangisiga almashtirgan. Usta chaqirmagan, qo'shnisi ulab bergan. Plita ishlayapti, gaz chiqmayapti deb o'ylaydi. Tekshiruvda ulanish joyi standartga mos emasligi, shlang noto'g'ri tanlangani, gaz krani eski ekani aniqlanadi. Bu holatda katta jarima darhol yozilmasligi mumkin, lekin xavfsizlik bo'yicha kamchilik bartaraf etilishi talab qilinadi. Agar odam men buni bilmasdim desa ham, gaz jihozlari xavfsizligi bo'yicha mas'uliyat xonadon egasida bo'ladi. Yana bir jiddiy misol, hisoblagich plombasi singan. Fuqaro aytadi, men tegmaganman. Bolalar urib yuborgan bo'lishi mumkin. Uy ta'mirida ustalar sindirgan bo'lishi mumkin. Lekin plombaning buzilishi juda nozik masala. Chunki nazorat qiluvchi organ buni hisoblagichga aralashish ehtimoli sifatida ko'rishi mumkin. Bunday holatda siz darhol yozma ravishda gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qilishingiz kerak edi. Plomba shikastlandi, kelib ko'rib dalolatnoma tuzing deb ariza bergan bo'lsangiz, vaziyat ancha yengil bo'ladi. Ammo oylar davomida shunday ishlatib yurgan bo'lsangiz, hisob-kitob orqaga qayta qilinishi, katta summa chiqarilishi mumkin. 350 million so'm degan raqam qayerdan chiqadi? Oddiy odam buni eshitib darhol meni uyimni olib qo'yishadimi deb qo'rqadi. Amalda bunday katta raqamlar ko'pincha juda katta hajmdagi gaz iste'moli
noqonuniy ulanish yuridik shaxs issiqxona, seks, oshxona, novvoyxona yoki hisoblagichdan tashqari foydalanish holatlarida kelib chiqadi. Lekin ayrim xonadonlarda ham, ayniqsa isitish qozoni noqonuniy ulangan bo'lsa yoki hisoblagich aylanib o'tilgan bo'lsa, hisob-kitob juda katta chiqishi mumkin. Masalan, 200 kvadrat metrli hovlida qishda gaz qozoni ishlatilgan. Lekin qozon hisoblagichdan tashqari g'uvurga ulangan. Tekshiruvda bu aniqlansa, tashkilot falon muddat davomida gaz hisobga olinmasdan ishlatilgan deb hisoblab chiqishi mumkin. Ular iste'mol quvvati jihoz turi, ishlagan kunlar soni, belgilangan tarif va koeffitsiyentlar asosida summani chiqaradi. Agar davr uzoq bo'lsa, masalan 1 yil yoki 2 yil deb baholansa, summa 10 millionlab, ba'zan undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Kimlar eng ko'p xavotir olish kerak? Birinchi navbatda uyida gaz quvuri o'zboshimchalik bilan o'zgartirilgan odamlar. Ikkinchi, hisoblagich plombasi singan yoki yo'qolganlar. Uchinchi, hisoblagich ko'rsatkichi uzoq vaqt tekshirilmaganlar. To'rtinchi, uyini yangi sotib olib, gaz hujjatlarini o'z nomiga rasmiylashtirmaganlar. Beshinchi, ijara uyda yashab, gaz kimning nomida ekanini bilmaydiganlar. Oltinchi, hovlida qo'shimcha imorat qilib, oshxona, hammom, qozonxona yoki issiqxona uchun gaz tortganlar. Kimlar qo'rqmasligi kerak? Agar sizda shartnoma bor, hisoblagich rasmiy o'rnatilgan, plombalar butun, to'lovlar muntazam, gaz jihozlari ruxsatli usta tomonidan ulangan, quvurlar o'zgartirilmagan bo'lsa, siz tekshiruvdan qo'rqmang. Sizning vazifangiz xodimlarni qonuniy tartibda kiritish, ularning guvohnomasini ko'rish, dalolatnomani o'qish va nusxasini olish. Qo'rqib eshikni ochmaslik yoki xodim bilan tortishish keyinchalik o'zingizga zarar bo'lishi mumkin. Madaniyatli, ammo xushyor bo'ling. Endi istisnolar va ko'p odamlar e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat dalolatnoma. Tekshiruv natijasi og'zaki gap bilan emas, dalolatnoma bilan mustahkamlanadi. Agar dalolatnomada siz qilmagan qoidabuzarlik yozilgan bo'lsa, mayli, keyin borib tushuntiraman deb imzo qo'ymang. Imzo qo'yishdan oldin albatta yozing. Dalolatnomadagi holatga qo'shilmayman. Plomba mening ishtirokimda yechilmadi. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri yozilgan. Quvur holati bo'yicha mustaqil ekspertiza so'rayman kabi izohlar kiritish mumkin. Eng muhimi, bo'sh joy qoldirmang. Ikkinchi nozik jihat gaz xodimining vakolati. Har bir kelgan odamni gaz xodimi deb qabul qilmang. Guvohnoma, tashkilot nomi, xizmat topshirig'i yoki tekshiruv asosini so'rang. Ayniqsa pulni joyida talab qilsa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy jarima yoki zarar summasi odatda dalolatnoma, hisob-kitob, qaror yoki da'vo orqali rasmiylashtiriladi. Hozir to'lasangiz arzonroq bo'ladi. Naqd bering, yopamiz degan gaplar xavfli. Men bunday holatda darhol tashkilotning rasmiy telefoniga qo'ng'iroq qilib, xodimning kelganini tasdiqlatishni maslahat beraman. Uchinchi nozik jihat, uy egasi va yashovchi shaxs farqi. Ko'p hollarda uy bir odamning nomida, ichida boshqa odam yashaydi. Masalan, ota nomidagi uyda farzand yashaydi yoki ijara uyda ijarachi turadi. Gaz shartnomasi kimning nomida bo'lsa, qarzdorlik va hujjatlar ko'pincha o'sha shaxsga bog'lanadi. Lekin amaliyotda haqiqiy foydalanuvchi ham tushuntirish berish kerak bo'ladi. Shuning uchun uy sotib olganingizda faqat kadastrni emas, gaz, elektr, suv qarzlarini ham tekshiring. Notariusdan o'tdim bo'ldi deb o'ylamang. To'rtinchi nozik jihat, eski qarzdorlik. Ba'zi odamlar uy sotib oladi. Keyin gaz bo'yicha eski qarz chiqadi. Sotuvchi hammasi degan bo'ladi. Lekin hisob raqamda qarz turgan bo'lsa, xizmat tashkiloti uni ko'rsatadi. Bunday holatda oldi-sotdi shartnomasini, topshirish qabul qilish dalolatnomasini, o'sha kundagi hisoblagich ko'rsatkichini, sotuvchining qarsizlik ma'lumotnomasini talab qilish kerak edi. Agar bu hujjatlar bo'lmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. 5-nozik jihat, hisoblagichning nosozligi. Hisoblagich ishlamay qolishi mumkin. Bu avtomatik ravishda siz aybdorsiz degani emas. Lekin siz nosozlikni ko'rib turib xabar bermasangiz, vaziyat yomonlashadi. Masalan, hisoblagich raqamlari 3 oy o'zgarmagan, lekin uyda gaz ishlatilgan. Tekshiruvda bu aniqlansa, men bilmadim deyish yetarli bo'lmaydi. Siz iste'molchi sifatida hisoblagich ko'rsatkichini kuzatishingiz. Nosozlik bo'lsa, ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. 6-nozik jihat qozon va isitish tizimi. Eng ko'p muammo qishda chiqadi. Odamlar uy sovuq bo'lgani uchun qo'shimcha gaz qozoni o'rnatadi, eski dud bo'roni ishlatadi. Shamollatish yo'lini yopib qo'yadi. Buning oqibati ikki xil. Birinchisi xavfsizlik xavfi, ya'ni is gazdan zaharlanish yoki portlash. Ikkinchisi huquqiy va moliyaviy xavf. Agar qozon rasmiy loyihasi o'rnatilgan bo'lsa,
Gaz ta'minoti uni o'chirishi, kamchiliklarni bartaraf etish talab qilishi, ayrim holatlarda zarar hisoblash masalasini ko'tarishi mumkin. 7-nozik jihat mening uyim, xohlaganimni qilaman degan fikr. Gaz tarmog'i oddiy uy jo'zi emas. Bu xavfli infratuzilma. Devordan o'tgan quvurni kesish, joyini almashtirish, qo'shimcha kran qo'yish, yer ostidan quvur tortish faqat ruxsatli tartibda bo'lishi kerak. Siz uy egasi bo'lishingiz mumkin, lekin umumiy gaz tarmog'i va xavfsizlik qoidalari bo'yicha majburiyatlaringiz bor. Uyda qilgan bir noto'g'ri ulanish nafaqat sizga qo'shniga ham xavf tug'diradi. Endi eng muhim qism. Gaz xodimlari kelganda nima qilasiz? Birinchi qadam, xotirjam bo'ling. Baqirmang, eshikni yopib olmang, lekin huquqingizni biling. Xodimlardan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Ism, familiyasini, tashkilotini, kelish maqsadini yozib oling. Bu oddiy ehtiyot chorasi. Agar ular haqiqatan vakolatli xodim bo'lsa, bundan bezovta bo'lmasligi kerak. Ikkinchi qadam, tekshiruv jarayonini o'zingiz ham kuzating. Hisoblagich ko'rsatkichi yozilayotgan bo'lsa, raqamlarni o'zingiz ham rasmga oling. Plombaning holatini suratga oling. Quvur, kran, gaz plitasi, qozon holatini tekshiruv paytida qayd eting. Video olish masalasida odob va qonuniylikni saqlang. Men o'zimni himoya qilish uchun jarayonni qayd qilyapman deb ayting. Bu keyin nizoli vaziyatda yordam beradi. Uchinchi qadam, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Dalolatnomada sana, manzil, xodimlar F ishi, hisoblagich raqami, ko'rsatkich, plomba holati, aniqlangan kamchilik aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, tushuntirish talab qiling. Agar qo'shilmasangiz, albatta o'z e'tirozingizni yozing. Mazkur dalolatnoma mazmuniga qo'shilmayman. Mustaqil tekshiruv va qayta ko'rib chiqishni so'rayman degan jumla ko'p holatda sizning pozitsiyangizni saqlab qoladi. 4-qadam. Dalolatnoma nusxasini oling. Ko'p odam shu joyda xato qiladi. Imzo qo'yadi, xodimlar ketadi, keyin qo'lida hech narsa qolmaydi. Keyin tashkilotga borganda nima yozilganini bilmaydi. Nusxa berilmasa, dalolatnoma nusxasini berishingizni so'rayman deb talab qiling. Hech bo'lmasa telefoningizga suratga oling. 5-qadam, agar katta summa chiqarilsa, darhol to'lashga shoshilmang. Avval hisob-kitob asosini so'rang. Qaysi davr uchun hisoblangan? Qaysi tarif qo'llangan? Qaysi jihoz quvvati asos qilib olingan? Nega aynan shu kunlar soni olingan? Qoidabuzarlik qachondan boshlangan deb hisoblangan? Bu savollarga yozma javob talab qiling. Og'zaki gap bilan 7 million, 100 million yoki 207 million degan summa qonuniy kuchga ega bo'lib qolmaydi. Siz rasmiy hujjatlarni ko'rishingiz kerak. 6-qadam, tashkilotga yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening xonadonimda o'tkazilgan tekshiruv bo'yicha tuzilgan dalolatnoma va hisoblangan qarzdorlik yuzasidan hisob-kitob asoslarini taqdim etishingizni, holatni qayta o'rganishingizni. Zarur bo'lsa, hisoblagichni ekspertizadan o'tkazishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirasiz. Agar elektron qabulxona bo'lsa, elektron tarzda ham yuboring. 7-qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga kerak bo'ladigan hujjatlar: uyga egalik hujjati yoki ijara shartnomasi, pasport nusxasi, gaz shartnomasi, hisoblagich pasporti, hisoblagich o'rnatilgan dalolatnoma. Plombalash dalolatnomasi, to'lov kvitansiyalari, bank ilovasidan to'lov skrinshotlari, oldingi tekshiruv dalolatnomalari, gaz jozini o'rnatgan ustaning hujjati bo'lsa, shuni ham qo'shing. Agar u yangi olingan bo'lsa, oldi sotdi shartnomasi va topshirish paytidagi hisoblagich ko'rsatkichi juda muhim. 8-qadam, agar hisoblagichga aralashish ayblovi qo'yilsa, ekspertiza masalasini ko'taring. Hisoblagich haqiqatan buzilganmi? Tashqi ta'sir bo'lganmi? Magnit izi bormi? Mexanik shikast bormi? Bularni mutaxassis baholashi kerak. Siz men aybdor emasman deb aytishingizning o'zi kamlik qiladi. Lekin tashkilotning xulosasi ham avtomatik yakuniy haqiqat bo'lib qolmasligi kerak. Nizo bo'lsa, ekspertiza, qayta tekshiruv va sud tartibi bor. 9-qadam, suddan qo'rqmang, lekin sudga tayyor bo'ling. Agar sizga katta da'vo qo'yilsa, uyingizga taqiq, majburiy undirish yoki boshqa xavf tug'ilsa, vaqtni boy bermang. Advokat yoki huquqshunos bilan maslahat qiling. Sudda asosiy masalalar shular bo'ladi. Qoidabuzarlik isbotlanganmi? Dalolatnoma qonuniy tuzilganmi? Hisob-kitob to'g'rimi? Davr asoslimi? Iste'molchi e'tirozlari ko'rib chiqilganmi? Zarar miqdori realmi? Hujjatsiz odam sudda qiynaladi. Hujjatli odam esa o'zini ancha yaxshi himoya qiladi. 10-qadam. Muammo chiqishini kutmang. Bugun uyda gaz hisoblagichiga qarang.
Plomba joydami? Raqamlar ko'rinyaptimi? Hisoblarga ishlayaptimi? Oxirgi to'lov qachon qilingan? Gaz plitasi ishlangan eskirmagan. Gaz plitasi ishlangan joy xavfsizmi? Shamollatish bormi? Hujjatlar qayerda turibdi? Agar shu savollarning bittasiga ham aniq javob bera olmasangiz, sizda tartibga keltiradigan ish bor. Yana bir real hayotiy holatni aytaman. Bir fuqaro uyini ta'mir qilgan, oshxonani boshqa xonaga ko'chirgan, gaz plitasini ham yangi oshxonaga olib o'tgan. Quvurni ustiga emas, oddiy payvandchiga qildirgan. 1 yil hech narsa bo'lmagan. Keyin tekshiruv kelganda loyiha yo'qligi, quvur o'zboshimchalik bilan o'zgartirilgani aniqlangan. Bu yerda fuqaro gaz o'g'irlamaganmanmi deb o'zini himoya qiladi. Ha, ehtimol u gazni hisoblagich orqali ishlatgandir. Lekin xavfsizlik va ruxsat tartibi buzilgan. Demak, muammo baribir bor. Shuning uchun gazni o'g'irlamaslik yetarli emas. Ulanish ham qonuniy bo'lishi kerak. Yana bir holat, ijarachi uyda yashaydi, gaz to'lovini egasiga naqd beradi. Uy egasi esa to'lamaydi. Bir kuni katta qarz chiqadi. Ijarachi men berganman dedi. Uy egasi men bilmayman dedi. Bunday vaziyatda ijarachi o'zini himoya qilishi qiyin. Agar pul bergani haqida kvitansiya, yozishma yoki shartnoma bo'lmasa. Shuning uchun ijarada yashayotganlar gaz to'lovini imkon qadar rasmiy kanallar orqali qiling yoki kamida uy egasi bilan yozma kelishuv saqlang. 2 million so'm masalasida yana bir narsani ochiq aytaman. Katta summa chiqsa, bu hal yakuniy hukm degani emas. Uni tekshirish, e'tiroz bildirish, qayta hisoblatish, hujjatlarni talab qilish mumkin. Lekin vaqt juda muhim. Sizga hujjat berilgan kundan boshlab beparvo yurib, bir necha oy o'tkazib yuborsangiz, keyin ish murakkablashadi. Har bir ariza, har bir javob, har bir dalolatnoma sanasi bilan saqlanishi kerak. Bugungi gapimning eng muhim joyi shuki, gaz xodimlari uyma-uy yurganda vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Hisoblagich, plomba, gaz jihozlari, to'lovlar va hujjatlar tartibda bo'lsa, sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Agar kamchilik bo'lsa, uni yashirmang, rasmiy tartibda bartaraf eting. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang, nusxa oling. E'tirozingizni yozing. Katta summa chiqsa hisob-kitob asosini talab qiling. Uy hovli, mol-mulk bir kunda topilmaydi. Ba'zan bitta noto'g'ri imzo, bitta yo'qolgan hujjat yoki bitta ruxsatsiz ulanish odamni katta muammoga olib kiradi. Shuning uchun bugunoq gaz hujjatlaringizni tekshirib chiqing. To'lovlaringizni tartibga keltiring. Xavfsizlikni e'tiborsiz qoldirmang. Sizning hududingizda ham gaz xodimlari uyma-uy tekshiruv o'tkazyaptimi? Kimdadir katta jarima yoki qarzdorlik chiqdimi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda oddiy odam bilishi shart bo'lgan huquqiy va amaliy masalalarni tushunarli qilib tushuntirib boraman.